Ramazon oyida ozishni o'rniga aksincha vес olgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Ramazon oyida moddalar almashinuvi, metabolizm sekinlashishi, suv balansi buzilishi va noto'g'ri paytda ovqatlanish natijasida inson ko'proq vazn yig'adi va bu videoda sizga mana shu vazndan qanday qilib oson va sog'lom qutulish yo'llarini o'rgatib o'taman. Demak, buning uchun birinchi o'rinda Ramazon oyi tugagandan keyin suv balansini normaga keltirishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun agar siz sog'lom inson bo'lsangiz, ya'ni sizda yurak va buyrak kasalliklari kuzatilmasa, kun davomida 1,5-2 litr suvni bo'lib 3-4 martada ichishni tavsiya beraman. Oddiy suvni, ya'ni hech qanday sokli, choyli yoki kofe emas, balkim oddiy suvni ko'proq iste'mol qiling. Va aksincha, peshob haydovchi, siydik haydovchi mahsulotlar, kofeinli, achchiq, sho'r, kopchonli mahsulotlarni ratsioningizdan olib tashlang. Shunda sizda organizmda shishlar kamayadi va ortiqcha kilogramlar keta boshlaydi. Ikkinchi tavsiyam, albatta 3 mahal ovqatlanishga o'ting. Ya'ni har 4-6 soat oralig' bilan ovqatlanadigan bo'lsangiz, sizda insulin gormoni normaga pasayadi. Ya'ni insulin rezistentlikni tabiiy yo'llar bilan pasaytirgan bo'lasiz. Keyingi tavsiyam, albatta sabzavotlarni ratsioningizda ko'paytiring va taomlanishni dastlab salatlardan iste'mol qilishni boshlang. Ya'ni ko'katli, sabzavotli salatlardan iste'mol qilishni boshlasangiz, bunda sizda organizmda tabiiy yo'llar bilan insulin gormoni normaga keladi. Ya'ni insulin rezistentlikni tabiiy yo'llar bilan pasaytirgan bo'lasiz. Va albatta oqsilli mahsulotlarni ratsioningizda ko'paytiring. Oqsilli mahsulotlar go'sht, tuxum, tvorog, brinza, sir, loviya va no'xat kabi mahsulotlar agar ratsioningizda ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizda oqsilsiz shishlar, ya'ni bezbelkoviy shishlarni miqdori kamayadi va shu bilan siz ortiqcha kilogramlardan xalos bo'lasiz. Agar sizga sog'lom ozishda doktor maslahati kerak bo'lsa va moddalar almashinuvingizni tezroq va samaraliroq normallashtirishni xohlasangiz, albatta ko'rikka yoziling. Biz ko'rikda ratsioningiz bilan ishlaymiz va sizni gormonlaringizni normallashtiradigan va metabolizmni tezlashtiradigan dorilar bilan sizga yordam beramiz. Shu kabi foydali ma'lumotlar uchun sahifamga